بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 127 باب إذا أقبل جميعا وإذا أدبر جميعا yurib kelganda bir yo'li butunlay yurib kelish, qaytganda ham butunlay, ya'ni qiyshayib yoni bilan u bu qilmasdan bir xilda bo'lish to'g'risida ekan. 255 hadis Usama ibn Zayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, akhbarani Musa ibn Muslim mawla ibn Farid an Abi Hurayrata annahu rubbama حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين إذا أقبل جميعا وإذا أدبر جميعا لم ترى عين مثله ولن تراه. وحديثنا آخره أبو هريرة رضي الله عنه باركان أكشي رسول الله صلى الله عليه وسلم to'g'risida hikoyat qilib, u kishini o'sha demak lablarini, chekkalarini nima qilganiga, oqligini yaxshi ajrab turganlarini hammasini isboyat qilib aytar ekanki, qachon birov tomon yurib kelsa, butun borliklari bilan yurib kelardilar, to'g'ri. Qomatlarini tik tutib, qiyshaymasdan, yonboshlamasdan to'g'ri kelardilar. Orqaga qarab kelsa ham bir yo'li burilib olib, bir yo'li ketar edilar. U kishiga o'xshagan zotni odam bolasini ko'zi ko'rmagan, bundan keyin ko'rmaydi degan ekanlar. Shu darajada bir ajoyib holatda ekanlar Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam.